Milletning navbatdagi ahvolida kecha-kunduz zihnimiz asosan qanday qilib boshlagan qadamlarimizni oxiriga chiqish, Xitoydan qanday qutulish, navbatda biz qila oladigan barliq imkoniyatlar ustida va dunyoninki hozir qadar to'plam tajribalarning ichidan biz foydalanadigan yana qanday yo'llar bor degan masalalar izlangan bo'ldim. Endi bu yerda millatninki navbatdagi siyosiy holatiga va Xitoyning bizga tutgan pozitsiyasiga qarata nurg'un qarindoshlarimiz urush qilishni iborat bir tashabbusni o'tirib qo'ydi. Zodi urush qilmay turib hech qanday chiqish yo'q. Qolgan hammasi quruq gap. Bu gap bilan ishdan o'tmaydi, Xitoy millatdan boshqa ketmaydi. Ham yana bir tarafdan bizmi bir dunyoda urush degan narsani yolg'iz gaplarla bo'lmaydiganligini, yolg'iz miltiqlarla bo'lmaydiganligini, bugungi dunyoda hatto urushning taraqqiy qilib odam bo'shlig'iga qadar chiqib ketganligini, kishilarning ustidan amralar bilan hatto boshqarilgan bombalar mudofaa ko'radigan ko'rinmas uchurlar orqali internet usulları arqılıq özünün armiyasını quruyotganligini, Amerikanın eng zamonaviy armiyasini hatto internet orqali veya ki odamsiz aytmalar orqali bo'layotganligidek taraqqiyotlarni ko'rgandan keyin navbatdagi Uyg'urning iqtisodiy imkoniyati va sharoit ostida Xitoyga qanday taqobil turamiz, bu taqobil turishning qadam bosqichi qanday shakl oldi degan tariqada bir qator materiallarni ko'rib izlangan bo'ldik. Bu yerda urushning qonuniyligi, urushning axloqi, dünyanın urushga aloqador qonun belgilamalari qator bir qator masalalardan boshqa dunyoning kuchingni asangchilaydigan bir qoidasini borligini ko'rdik. Bir balamni balsangchi kuchingni asangchilab dunyoda qonunsuz holda mavjud turayotgan nurg'un davlat rayonlar bor. Hatto Xitoymi rasmiy BDTning qonuni bo'yicha aytgan vaqtda bir qonunsuz davlat. Ya'ni bu BDTning qonuni belgilangan kishilik huquq ahdnomasining belgilamasi bo'yicha qarorlik saylom orqali, nazorat orqali partiyaların raqabeti orqali xalq tarafidan tanlanib chiqarilgan hokimiyat bo'lmag'achqa, buning hokimiyat tortib olishning o'zi qurolli shaklda tortib olingan hokimiyat. Unda bo'lgandan keyin bu xil hokimiyat qoida bo'yicha xalqaroning e'tirof qilishiga edilmasligi kerak. Ammo xalqaroda yana bir qoida bor ekan, ya'ni reallikni e'tirof qilish qoidasi-chi. Bu reallikni e'tirof qilish qoidasi deganda reallikda bir muayyan bir rayonni, muayyan bir kuch ishg'ol qilib turayotgan bo'lsa, u rayon ta'sir ko'rsatish va u rayondagi odamlarning masalasini bartaraf qilishda boshqa har qanday kuchga qarag'an vaqtda o'sha rayonni amaliy ishg'ol qilib turayotgan kuchning fuqarolarning bexatarligi, mol-mulk bexatarligi va yoki xususiy bexatarlik masalalarini bartaraf qilishda har qanday bir kuchga qaraganda ularning afzalligi bo'lg'achqa ashlarni e'tirof qilish aqlga muvofiqroq bilinayotganda shu orqali ularning xalqaro jamiyatning bir qismi ekanligi davomlashmaydigan gap ekan. Bunday ishlarni ko'rgan undan boshqa dunyoda bizga o'xshash demokratik şekilde özünün müstakilligini eriş imkoniyati nayetçilen bo'lgan bir millatga nisbatan inqilob zodi qanday qilib berildi? Masalan, Shimoliy Irlandiyaning mustaqillik kurashlari va biz ilhom ola oladigan, garchi bu asrga tava biz ilhom ola oladigan kuchli davlatga qarshi qurolli kurashlar bak oz bo'lsa-mu, ammo toki 60-70 yillarga qadar davomlashayotgan Filippindagi, Hindistondagi kompartiya jangchilarining jasorati, toki yaqin qadar tog'da yurgan Filippindagi qurolli kurashchilarning jasorati shundaqla bir qadar kuchli deb qaralayotgan davlatlarning zimminidimi bugunga qadar inqilob tashabbusini voz kechmayotgan nurg'un ba'zi bir jangovar guruhlarning mavjudligini ko'ryapmiz. Biroq bularning tajribalaridan biz foydalanadigan qanday tajribalar va biz navbatda nima qilishimiz kerak degan masala izlanishayotganda inqilob axloqi degan bu yangi temani bayqab o'tirib chiqishni to'g'ri ko'rdim. Endi bu yerda boshqa qarindoshlarning albatta o'xshamagan fikr maslahatlari bo'lishi mumkin. Bu haqda o'xshamagan fikr maslahatli bo'lsa, albatta fikr qabul qilamiz. Temaga kirsak, inqilob axloqi ko'rgan bu bizning bugungi temamiz inqilob degan nima, axloq degan nima, inqilob bilan axloqning qanday munosabati bor, inqilob axloq qanday bo'ladi, inqilob qanday bo'ladi degan tema bo'ldi. İnqilob degan tema haqida dunyoda shu siyosat bir qadar ta'siri bor deb qaralayotgan Aristotel, onundakin demokratiya, cumhuriyet tashabbusi Russellning va inqilob atalg'usini voyaga tushirib turib sharhlagan Trotskiyning va zamonimizdagi inqilob nazariyasi Charles Tilliniki bir qator nazariyalar orqali boshlashga to'g'ri keldi. Aristotel deydi, hukumat yoki ijtimoiy tartibni majburiy ag'dirib tashlab yangi bir tuzum o'rnatishni biz inqilob deb qaraymiz. Amaliyot ismidan chiqib turgandek inqilob jamiyat uzil-kesil bir o'zgarish bo'lishini ko'rsatadi. Haqiqiy inqilob mana bu sababdan tarixni bilinishni qilib qoladi. Shunga
Rossildagi inqilob tarixining bir büyük bölünüş noktası bo'ladi. Bir millatni, hatto dunyoni o'zgartiradigan uzil kesil o'zgarish hodisasi inqilob. Ba'zi inqilob butkul jamiyatning asta o'zgarishiga bir necha avlod orqali yetishadi. Trotskiy deydi, bu inqilob deganimiz dal muhabbatning aksi bir atalg'i, u shu g'azabning palli sifatida eng yuqori ziyonga tavakkul qila oladigan portlash xarakterli bir e'tiqodning tirilish harakati deb shaylaydi ekanda. Endi mau inqilob tinchlik yoki zo'rlik kuch orqali bir asos qonuniy, bir asos qonunga bir davlatni o'zgartiradigan yoki bir davlatning chegarasini o'zgartirish bo'lgan jarayonni barliqqa keltiradigan bir faoliyat o'g'ashqa siyosiy inqilob ismida chiqib turgandek bir qadar tuyuqsizlikni va bir zo'ravonlikni, yani shunun bilan birlikda uzil kesil sistemaning yangilanishini talab qiladigan butkul jamiyatni o'zgartirgan bir harakat ekan. Bu Rosilning deganidek ba'zida inqilobning butkul jamiyatning o'zgarishiga necha yuzlab vaqt ketadigan gap. Masalan, Fransiyada Cumhuriyet inqilobi qarmoqqa shundoq tez bo'lgandek ko'rindi, lekin 200 yil bo'ldi Fransiyada Cumhuriyet inqilobi davomlashyapti. Bilsizlar, Angliyada dastlab Cumhuriyet inqilobi o'tirib keldi, Kiramul hokimiyatni egallaydi, podshoh bo'lib oldi. Xitoyda Cumhuriyet inqilobi barliq kepchini so'rasdan avtodi, Yuanshkay podshoh bo'lib oldi. Undan keyin Jiang Zeshi 27-yil bir chiqib olib, 76 o'lgichilik garchi Tayvan qochgan bo'lsin, aşağıda o'tirdi. Mao Zedong diktator qarshi turman deb chiqib bu o'lgichi o'qitdi degandekda. Çünkü bu cumhuriyetçilikning umumlashib qatorliq masalalar bir necha avlod uzab ketgan, garchi ba'zi hodisalar, masalan, hokimiyatning almashishi, qator bugungi podshohning ati dog'i besishi, masalan, bu xil masalalar tez bo'lganda ko'rinsimi, ushtum tutla, lekin buning oxirida buning yushurun, biqta atadigan, yilsiz atadigan mezgillari va uni chechaklaydigan bek biraqsanlashgan bu jarayoniga necha avlod vaqt ketadigan bir ish bo'ladi. Shu masalan, bizda aytgan sanoat inqilobi, ilm-fan inqilobi, mesela adabiyot san'atining gullanishi Yevropadagi degandek atalg'ular uzun davomlashdi, 100 yillab, hatto asrlabda. Masalan, shu zamonimizdagi kichik huquq inqilobi deb qo'yamiz, ondan ayollarningki o'zini huquqini qo'lga keltirishadiki, ba'zi bir siyosiy faoliyatlarni inqilob deb qaralyapti. Endi mushuk ixtilomi, masalan, Eronning siyosiy inqilobimi hozir qadar davomlashyapti deb qaralgan bular. Shunlashqa inqilob bir tarafdan bu ushtum tutib bo'lganda turgan bilan yani öz içinden bir neçe türgün bölünürken bunun bazıları zorluk güçke ihtiyaç olmaydı. Mesela Amerika'da müstakillik uruşuğa okşaş, Amerika'nın Angliya'dan kuruluş uruşuğa okşaş bazı bir inkılap hakimiyetinin ameliyatta bu ağdırılışlayan ne olursa inkılapta Angliya'dan evetildiğin hakimiyetinin Amerika'da tuğulga adamlarının destili şartlık siyasi tarafını ağdırıp yeni bir siyasi parçalış barlık kelgan bolsa bazı Rusya ve Cumhur'un inkılabı okşaş. Mesela Rusya Köktepe'nin inkılabı ve Cumhur'daki inqilobga o'xshash hukmronlikning va qonunning uzil kesil o'zgarishi orqali ijtimoiy, iqtisodiy hatto jamiyatning butkul sistemasining uzil kesil o'zgarishini barliqqa keltirgan bir faoliyat. Endi Uyg'urlarning siyosiy tarixi bunga o'xshash bir inqilob bo'ldimi deb o'ylab baqib ekanmizda. Endi qarasak, inqiloblarimizning ko'lami, bostirilish darajasi, inqilobimizning kelgan oqibati, natijasi qatorliq masalalardan qaragan vaqtda garchi biz shu Trotskiyning g'azabning palli sifatida eng yuqori ziyonga tavakkul qiladigan portlash xarakterlik bir e'tiqodning tirilish harakatini barliq keltirgan bo'lsakmi, bu bola tug'ilib bak uzun yashayanmagan bir ahvollarni ko'ryapmizda. Masalan, birinchi jumhuriyatimizga o'xshash, masalan, ikkinchi jumhuriyatimizga o'xshash. Nima uchun bunday bo'ldi? Nima uchun biz o'zimizning inqilobini yaxshi saqlab qolamiz degan masalalar qilib izlangandan keyin inqilobning bir axloqining bo'ladiganligini va inqilobning tuprog'ini bo'ladiganligini, navoda tuproqqa, axloq masalasiga, sistemaning mukammal yetilishiga ahamiyat bermaganda, damonliqqa biz g'alaba qilayotgandek, yo'limiz to'g'rida ko'ringan bilan oqibatda adaq g'alabini qo'lga keltirib olmaydiganligini turib ketdik. Masalan, ba'zi biz go'llab ba'zi bir ishlarni qilib olishimiz mumkin, ammo u ishlar bilan uzun bog'lanmaydi masalan. Xuddi shunga o'xshash inqilobdimi yolg'iz hissiyotning buzishi kifoya qilmaydiganligini, balki har qanday bir inqilobning oldida, keyinda biz bostirgan nurg'un atrofli qadamlarni bo'ladiganligini ko'rdik. Bu inqilob degan so'zning o'zini revolution deydi ekan inglizcha. Endi bu o'tirda law degan gap ta'tir yezg'ili holatda ko'rindi ekan, arablar ta'tir yurgan vaqtda sevgi degan gapning ta'tirsi, ya'ni muhabbatning dan aksi bo'ladi ekanda. Shunlashqa bu muhabbatning eng qarshi tarafidagi so'z bo'ladi ekan, xuddi aqlning qarshisi qora bo'lganda. Keyin shundan boshqa muhabbatning arablar inqilobning naq markazini o'rnag'ashqa deydi. Jim Gordonninki bir asarda vaqtlarda to'xtatdi. Shu har qanday bir inqilobninki qo'zg'atuvchi kuchi shu inqilob qatnashgan odamlarningki inqilobning naq markazida bir muhabbatning bo'lishi, mayli ularning e'tiqodga, mayli ularning vatanga, mayli ularning bir falsafiy ko'z qarashga va yoki bir siyosiy tuzilmaga va yoki o'z amalga oshirmoqchi bo'lgan bir siyosiy g'oyaga qarata bo'lgan yuksak bir muhabbatning mush inqilobning o'ttirisida bo'lishi, undan ularning osmon zamin o'zgarish yasab o'zining nishoniga yetish uchun yo'l ochadi deb bir so'z o'ynab turibdi.
Yani onundan başka birden-bir haqiqiy inqilab aqlni yo'ritish va xarakterni yaxshilash deb qaralgan bo'lg'achqa, ya'ni g'oyada haqiqiy inqilab o'z xarakterimizning ustidan isyon ko'tarish deb qaralgan bo'lg'achqa, har qanday bir inqilab eng dastlabda markazdan, ya'ni insonning o'zidan va insonning yuragidan boshlanadi deb qaragan bo'lgan tashabbus bilanmi bu muhabbat degan gap, inqilab degan gapning markazidan o'rin olgan ekan. Inqilab haqida biz bir necha deyilgan so'zlarni ko'rib baqsaqmi, Jeff Godwin deydigan bir amerikalik siyosatchi olim bor ekan. Bu deydi, inqilob ommaviy safarbarlik va hokimiyatning o'zgarishini emas, balki hokimiyat qurish jarayonidagi mutlaq nishonni va ozdir ko'pdir ijtimoiy, iqtisodiy va yoki madaniyat o'zgarishini o'z ichiga oladi. Shunga biz nurg'unlarimiz nazarda inqilob desa yolg'iz siyosiy mustaqillikni ko'ramiz. Amaliyotda bu inqilobning nishonida yana u o'z ichiga oladigan nurg'un ijtimoiy o'zgarishlar, nurg'un iqtisodiy o'zgarishlar ve hatta madaniyat o'zgarishlarini tortib hammasi biz qilmoqchi bo'lgan mayli mustaqil inqilob bo'lsin va yoki jumhuriyat inqilobi bo'lsin, biz kelgusida yuz keladigan mush masalalarning hammasi inqilobning bir qismi sifatida, inqilobning g'ol yıldızları sifatida mavjud turadigan gap. Bundan boshqa Jack Goldstone'ning so'zida inqilob rasmiy yoki g'ayri rasmiy ommaviy safarbarlik ve organlar buzg'unchilik qiladigan qarshi harakatlar bilan birga siyosiy organlarni va jamiyatdagi siyosiy huquqning yo'lliqligini o'zgartirish sonligi. Trotskiy deydi, inqilob eng tez suratda siyosiy sistem barpo qilib qolmay, butkul jamiyatni o'zgartirishni maqsad qiladi. Inqilob ideyaning paydo bo'lish, tarqalish va harakatga aylanish bosqichlarini tespit etadi. Endi Mikhail Bakunin bu Rossiyaning donliq bir inqilob nazariychisi, inqilob ig'ir tangqo'ngsizlikni paydo bo'lgan umidsizlik va u keltirib chiqargan üzül kesil keng ko'lamli qutulish harakati. O tashkillik holda tuvandan yuqoriga va atrofdan markazga ta'sir qiladi. Keng ko'lamli buzg'unchilikni talab qiladi. Chunki yangidan qurish uchun ko'ni dunyoni buzish kerak. Faqat ko'ni dunyo buzilganda yangi dunyo barliq keladi ta'bir etdi. Demak, biz o'zimiz navoda biz inqilob qilyapmiz deb qaragan bo'lsak, biz nimani ustidan inqilob qildik? Biz nimani buzdik? Masalan, hozirga qadar men inqilob qilyapman degan bo'lsam, men nimani buzaladim? Agar men inqilob qildim deb qaragan minutimdan burungi bir ishni buzmagan bo'lsam, unda meni inqilob qilyapman gumonliq degan gap bo'ladi-da. Odatim o'zgardimi? Xarakterim o'zgardimi? Men yaxshi ko'rgan narsalarga tegishish bo'ldimi? Turmush odatimda o'zgarish bo'ldimi? Qatorliq masalalarni bir qadar tuzib chiqish kerak ekanda, navot bu masala joyi ketayotgan bo'lsa, u joyda inqilob darajasiga ko'tarilmagan bir nazariya tariqasidagi bir holat bo'ladi. Endi bor dunyoda inqilobdan boshqa biz hozir inqilob axloqi haqida to'xtalayotgan bo'lg'achqa bundaq bir narsaning inqilob nima uchun kelib chiqdi degan masalani ilishga to'g'ri keladi. Masalan, siyosiy inqiloblarning ko'pinchisi tarixdan qarasak, jumhuriyatchilar, demokratlar yoki anarxistlarning, yoki kommunistlarning, sotsialistlarning, yoki millatchilarning, hatto dindorlarning yoki fashistlarning degandek, ya'ni millatchilarning shaklida ilib berildi-da. Ba'zi bo'lsa bularni bir qancha birli vaqt ko'rib biralishib ketgan bo'ldi. Masalan, Rossiyaning oktyabr inqilobi, Ruslarning jumhuriyat inqilobi bilan Char podshohga qarshi jumhuriyat inqilobi bilan birlashib ketgan. Xitoyning Qinxay inqilobi Xitoy millatchiligi bilan Xitoyning jumhuriyat inqilobi bilan birlashib ketganligining natijasi. Endi xuddi shunga o'xshash Xitoylarning kompartiyaning keyingi mezgillardagi inqilobi Yapon qarshi Xitoylarning milliy inqilobi bilan Xitoylarning kommunistik inqilobining berikmasi qoldi-da. Shu inqilob ba'zida bir necha xil o'xshamagan ideyalarningki birli vaqt ko'rilib, biralishib ketgan bir holatni aks etadigan gapkan. Albatta inqilob degandan gap chiqib turdi. Inqilob degan og'dirish, yurish degan gap, ya'ni beshini tuvan, putini egiz qilsa bu inqilob qilgan bo'ladi-da. Masalan, inqilob revolutioning yatning o'zimi, masalan, yer sharining quyoshni aylanishi yoki sayyorlarning aylanishi, olkanishi yoki chambarni yurish degandek masalalarning hammasi o'sha revolutionga kiradigan narsalar, atalg'uga kiradigan so'zlar ekan. İnqilobchi degan gapning o'zidan chiqib turdi. Bu ko'ni tartibni o'zgartirib, yangi tartibni o'tirib qo'yishga uringan bir odam. Bu japoniy tirishchilik ko'rsatdi albatta bu jarayonda. Shunga mavjud hukmron va mavjud sistemining unumsizligi bilinganda inqilobiy bir sinf unumli bir sistemni barliq keltirish uchun aslidagi unumsiz guruhini ag'dirib chiqishga tirishchilik ko'rsatdi. Mana bu jarayon inqilob deb ataladi. Bu jarayonda albatta qarshi mavjud hukmron va mavjud sistemni masalalar yuz berishi mumkin. Inqilobchilar g'alaba qilib taxmi yaxshi bir jamiyat barpo qilish uchun tirishchilik ko'rsatgan bilan ba'zida inqilobchilarning o'zining g'oyasining aksicha hokimiyatning boshiga chiqqandan keyin taxmi razil ishlarni qilib ko'rishlar bor. Dunyoda bunday misollarni bak ko'p uchratamiz. Dunyoda donliq misollardan Cromwell podshohni mustabid etib ketdi deb qarshi chiqib, podshohni o'ldirayotgandan keyin o'zi podshoh bo'lib taxmi ashurib mustabid bo'lmoqchi bo'lib qolganda, bunga o'xshagan misollar dunyoning tarixida bak ko'p. Shunga odat kishilar hukmronlik qilmishidan va iqtidorsiz norozi bo'lib umidsizlangan vaqtda bu umidsizlik
Ondan bara inqilobiy kayfiyatning tuturg'ini barliq keltirgan gap. So'nglashqa barliq inqilobda ularning vaqti, o'rni, sharoitiga xos emas, ham nurg'un inqilobda modeli o'xshamag'achqa va ularning sharoiti o'xshamag'achqa nurg'un inqilobda nurg'un bosqichlarni besib o'tadi, ammo ularning hammasida o'xshashlar yana qiyinchilik uchrash, ideya shakllanish, ideyani ko'klash va ideyani tayyorlik qilish jarayonidan barliq kelib chiqadigan gapkan. Shunga inqilob qandaqdir tuyuqsiz yuz bermaydi, ba'zida o'ylagandek bir kechada bo'lib qolmaydi bu ish, ham inqilob qatnashishmi bir kechada amalga oshmaydi. Bu uzoq mezgillik tayyorlik bilan, tarqash bilan, ideyalarning ko'chishi, ideyalarning tarqalishi, bir turkum odamlarning o'rtaq ideyaga kelishi orqasida ondan barliq keladigan gap. Mayli dunyo tarixidagi har qanday bir inqilob qarasak, bu inqilobning nurg'un bir jarayonlarni boshdan kechirganligini ko'ramiz. Undan boshqa masalan inqilobni qo'zg'agan nurg'un odamlar, ya'ni inqilobchilar jamiyatdagi hozirgi organlarning mag'lub bo'lganligini hamda ko'zlagan maqsad yetmaydiganligini bilgandan keyin ularni ag'dirib biz texnik ular bilan birga ziyon tortib ketib qoladi ekanmiz deb o'tirib chiqib qoladi. Masalan Turkiyaning ayni vaqtdagi podshohlik tuzumga qarshi chiqqanlar yoki Chin sulolasining ordusidagi Manju podshohning tuzilmasiga qarshi chiqqan ba'zi bir Manju podshohni qo'llaydigan odamlar deganlarning hammasi navbatdagi tartibning masalani hal qilinmaydiganligini, cho'qim yangi tartib o'rnatish kerakligini his qilganlarda, ammo ular tartibga yetish usuli o'xshashim bo'lgan atrofda ba'zanlar islohot orqali ketmoqchi bo'lgan, ba'zanlar uzil-kesil inqilob orqali ketmoqchi bo'lgan. Bu yerdagi eng chong farq islohot asta ilib berildi, inqilob uzil-kesil tez ilib berildi. Masalan, Amerikada yoki Angliyada deyli, demokratiyani o'rnatish uchun uzun jarayonlar ketdi, ammo bu jarayonda inqilob yuz bermadi desak bu bo'ladi. Masalan, Angliyada demokratiyani o'rnatish uchun unchalar bir qonli demokratik inqiloblar, jumhuriyat inqilobi yuz bermadi. Asta podshohga taklif berib, asos qonunga o'zgartirish kirgizib, bir moddadan to'liq qilish jarayonida barliq keldi. So'ngishqa Aristotelmo deydigan inqilobning nurg'un sababli shartdan bog'lash jarayonida asosligi bu barobarlik tuyg'usi, insonlarning jasorati va sharaf tuyg'usi bilan munosabatlar. Sharafsiz insonlar bor yerda inqilob barliq kelmaydi deydi. Ya'ni shu bilan birlikda Platon deydi, faqat axloqli odamlarni inqilob qilish layoqatlidir. Endi bu yerda fuqarolar bilan bu inqilobning munosabatini belgilash to'g'riliq yapgandan keyin axloq temasiga kirib qoldik. Axloq degan nima degan tema haqida kelgandan keyin qarab baksak, axloq so'zi bir millatda asosan to'g'ri degan so'z bilan, ya'ni yaxshi, to'g'ri degan so'z bilan tanlash keladi ekan. Ham axloq umuman har qanday bir millatning falsafasi yoki shu millatning dinidan kelgan harakat mezoni yoki prinsiplarning to'plam ichida umumlashgan bir o'lcham ham demaylan bilganga o'xshash. Shunga bu qarshi tarafni maishni qilma deyish bilan billah, ya'ni maishni qil, ya'ni mayada o'ltuma desak mayada o'ltu deydigan bir belgilimni ko'rsatib turadigan bir narsa. Uni qilsam bo'lmaydi, buni qilsam bo'ladi degan bir narsa axloq. Unda bo'lsin bu dunyo axloqning oltin o'lchami bormi deb qo'ygandan keyin butkul dunyodagi dinlarning ichida mas'ul taraf qaratib qo'yibdi. Bu bir kitobning muqobilasi ekan. Ya'ni axloqning oltin o'lchami deydi. Har qanday dinda topilgan o'rtaq o'lcham. Qur'ondimi, Injildimi, Buddizmdimi, Konfutsiy dinidimi, Bahoiy dinidimi, Yahud dinidimi degandek dünyadagi barliq din, barliq mazhablarda o'rtaq o'tirib chiqadigan va o'rtaq qilgan bir so'z. Boshqalarning sana nima qilishni umid qilgan bo'lsang, boshqalarga shuni qilgin. Mana bu axloqni bir og'iz jumlaga yig'inchoqlagan bir so'z ekanda. Ya'ni axloq degan nima desa, boshqalarning sizga nima qilishni umid qilgan bo'lsangiz, boshqalarga shuni qiling. Mana bu axloq. Bu mayli Qur'onni talab qilib, Qur'onni shuni talab qiladi, qeyrinsan nima o'zingni nima yaxshi ko'rsan, qeyrinsan shuni yaxshi ko'rgin degandekda. Bu ahvol dunyodagi barliq dinlarga o'rtaq bo'lg'achqa, axloqning oltin mezoni nima bo'lsa, dal mustasini chiqarganda, masalan, boshqalar mening e'tiqodimga hurmat qilishgan degan odam cho'qim boshqalarning e'tiqodiga hurmat qilish kerak. Boshqalar menga yaxshi muomala qilib o'tirgan odam o'z boshqalarga yaxshi muomala qilish kerak ekanda, demak, axloq bilan axloqsizlikning farqi mana shu bir jumladan chiqadi. Bu dunyodagi insonlarning barliq dinlarning o'rtaq bir alohidligida sen boshqalardan nimani umid qilgan bo'lsang, boshqalar shu narsani qila olsang, undan keyin sen axloqli odam bo'lgan bo'lasan. Mayli u ishning har qaysi jamiyatlarga, har qaysi millatlarga va geografik o'rinlarga qilib balkim o'xshamasligi mumkin bu ishning qanday qilishganligi, ammo sen boshqalar nimani umid qilgan bo'lsang, boshqalar shuni qilgan bo'lsang va yoki boshqalarning sen qanday qilishni umid qilgan bo'lsang, sen boshqalar shunday qila olsang, undan keyin sen axloqli odam bo'ladi ekansan. Unda biz bu yerda bu yana bir inqilob bilan bu axloq munosabatini ko'rib baqlar. Bu oltin qoidadan biz ko'rimiz, masalan dunyoda umuman degidek shu o'g'irlikni ayblaydigan, olsanda bir o'g'irlikni sharaf qiladigan qoidadan boshqa umuman mushohada qilayotgan oltin qoidani barliq dinlarga o'rtaq bo'lgan, insonlarning barobarligi haqida bu shu Xudoning alomati, hikmati va masalan hammamiz bir odam atamdan keldikda, agar odamdan ishkini yaratib bolalarni ish qilib qo'ygan bo'lsa, mening atam sening atam bo'lib yoki mening atam sening atamning oldida yaratıldı deb talashgan ishlar bo'ladi insonlarda.
Xudoyim barliq insonlarni bir otini baris qilish orqali insonlarning nasab da'vosi qiladigan ma yerini uzilgisi itib deydi ekan. Endi xuddi shunga o'xshash bu oltin qoidada mush insonlarning hammasi o'xshash bir manbadan kelganga o'xshash bir manbadan kelgan nurg'un o'rtaq masalan nikoh masalalari bo'lib nikoh sirtidagi munosabatlarning ayblanishi, lekin o'g'irlik deganga o'xshash masalalarningki ojizlarni bo'zaq qilish, kichik bolalarni bo'zaq qilish qandaq masalalarning axloq tarafidan ayblanishi bu butkul dunyoning axloqidagi o'rtaq bir oltin qoida endi. Lekin shunday bo'lishiga qaramay qanchaki e'tiqodli axloq buzish rayonlarda axloqsizlik shuncha og'ir bo'lib ekanda, masalan Misrda deymiz, Saudiya Arabistonda deymiz, bu joylarda qoida bo'yicha kishilarning 99% men dinim ishonaman, mening dinim islom dini deb jadval to'ldirdi har qachon. Qoida bo'yicha masalan dinim ishonmayman deb qarayotgan odamlarning ko'p rayon Norvegiya olisning taxminan yarmining chiqirog'i men dinim ishonmayman deb ma'lum qilgan. Lekin shunday bo'lishiga qaramay Norvegiyada o'g'irlik, bosqinchilik va yoki zo'ravonlik deganda axloqqa yot qilmishlar asosan bo'lmay, aksicha boshqalarga yordam beradigan va odatdagi dillar tashabbus qiladigan, hatto ojizlarning oldin xabar olishdan tortib hayvonlarning oldin xabar olishga qadar mush ishlar atrofga umumlashgan hamda. Bu yerda odamni hayron qoldirgan narsa undaq bo'lsa, e'tiqodsiz, axloqsiz bo'lish deyishlik mana bu odamlar shu qadar axloqli ekan. Bunda bir hodisadan millatlar o'rtasida bu madaniyat farqi, bu madaniyat farqimi, an'ana farqimi, e'tiqod farqimi, bu qanday farq bu axloqli farq desak, mana bu chaq biz chiqimiz siyosiy tuzumining axloqqa ko'rsatadigan ta'siri ekan. Unda xo'sh bu yerda biz hikmat so'zidan kelsak, eng buyuk inqilob ichki ruhning jasoratidan va eng cho'ng axloqmi kishining ichki dunyosidan keladi. Masalan, bu yerda ilm olimi misol qildi bir narsani, bir odam axloqli bo'lmoqchi bo'lib, axloqli odamlarda bo'lishni o'ylab istagan bo'lsa, u odam axloqli odam bo'la olishini aytadi. Bu yerda jiq misol qilindi, masalan, bir odam zukamdab tushirdi. Ana qo'sh men tushirib zukamdab qoldim deb, hep tushi deb bo'limda ustiga qitib, men zukamdab qoldim desam, men zukamdan bo'lmayman deganga o'xshash. Bir odam axloqli odamlar qiladigan ishni qilish bilan axloqli bo'lolmaydi. Masalan, bu uning ichki dunyosidan kelyotganda yo'q. Birisi andin inqilob xuddi shunga o'xshashlar, axloqqa o'xshashlar, bumi ichki dunyodan kelyotganda yo'q. Masalan, kishilarni namoyish qilsam xato deb qoladi ekan, yoki kishilarni mandaki deb qolmasin, vatanparvarga deb qolsin degandek shaklda riyo bilan bo'layotganda bu ish yoki qilib qo'yibdim, oxir yanamay bo'layotganda yoki ichki dunyomizda kelayotgan energiya bilan davomlashayotganda degan masalaga o'qitish bo'ladi-da buni. Shunraydi, inqilob jasorat bo'lmagan odamlarning o'rtasida axloq bo'lmaydi. Bu masalani biz dunyoda nurg'un ahvollarda ko'rdik ekanmiz. Axloq umumlashgan rayonlarda kishilarning inqilob qizg'inligi shu qadar ustun bo'ladi. Demak, axloqsiz kishilar, ya'ni o'zining axloqiga, o'zining prinsipiga rioya qilmagan kishilar bor to'plumda, bu yerda inqilobning barliqqa kelishi mumkin emas degan gap. Agar mush qadam bo'yicha, mush forma bo'yicha qarasak, bir millatning inqilobiy ro'yining bo'lmasligi u millatning axloqining uzil-kesil vayron bo'lib ketganligini bildirdi. Faqat axloqi vayron bo'lib ketgan odamlarni inqilob qilish jasoratiga ega bo'lmaydi degan gap. Chunki inqilobni jasoratni talab qiladi, axloqni jasoratni talab qiladi. Shu jasorat yo'q insonlar axloq olmaydi, jasorat yo'q insonlar inqilob qila olmaydi degan. Shuningga bu jasorat, sharaf tuyg'usi insonningki barobarlikni, menmi odam bo'lsam deydigan, ondan shaxsiyatsizlik asosidagi bir beg'ishlash ro'yi inqilobning asos tuprog'i ekan. Bu tuproq tepilmagan joylarda biz o'zimizning har qanday bir ehtiyoji, har qanday bir siqilish yoki har qanday bir zulm orqali inqilobni barliqqa keltirish imkoniyatimiz tashkillaydigan gap. Endi bu yerda inqilob bilan axloqning munosib to'g'riliq bir qator izlanishlar bo'ldi. Hokimiyatning qonuniyligi xalqning uni xohishida. Şu xalq o'z yoqtirmagan hukumatga qarshi inqilob qilishga o'zlari rozi bo'lgan yangi hokimiyat almashtirish huquqli. Bu Aristoteldan tortib Pifagorga qadar miloddan burungi zamonlardan qilib qolgan bir koni an'anaviy bir gapkan. Bu Aristoteldan keyin Cumhuriyet inqilobidan keyin fikr Yevropani qaplagan inqilob davrlarida bu fuqarolarning bir huquq sifatida keng ko'lamda iste'mol qilingan bir so'z bu. Şu inqilob Aristotelning ta'biri bo'yicha kishilarning emas, balki hukumatning xatoligi. Yani inqilobning kelib chiqishi qanday kishilarning askirlik emas, balki mavjud hukumatning inqilobning kelib chiqishining oldini olmaganligi va inqilob kelib chiqadigan sabablarni yaratib qo'yganligida. Yani inqilob degani bunday aytgan vaqtda hukumat bilan xalqningki munosabati ravon bo'lmagan mezgilda, ularni o'tirisini tushunish yetarsiz bo'lgan mezgilda, yani hukumat fuqaroning ovoziga quloq vermagan vaqtda yuz bergan bir hodisa deb sharhlash bilan birga faqat axloqli kishilarning inqilob qilish huquqi bor deb eskartildi. Anlar olsa axloqli odam qanday bo'ladi? Bu yerda deyilayotgan axloqli odam bizning nazarimizdagi bizda bo'lgan axloqli odamga o'xshamdi. Masalan, biz yuvosh odamlarni axloqli odamlardan bo'lish mumkin deb qaraymiz. Yoki cho'nglarni hurmatlaydigan, kichiklarni izzatlaydigan odamlarni biz axloqli odamlar deb qaraymiz. Bu deyotgan axloqli odam mushkul axloqli odammi? Bu yer inqilob bilan axloqning yana bir munosabati haqida John Locke
Bilisizlar bu Lokmu Bekdanlık paylasoplarının biri dünyadaki. İnqilab kelgüsü bilen ötmüş oturusudaki ölümge karşı küreştir. Kelgüsü bilen ötmüş oturusudaki. Bir üzül kesil özgürden bir nesli meksile. Xuddi bir balının toğuluştan burunki vakti bilen toğuluştan keyinki bir vakti olsa bir jaryan. İnqilab başından bir toğuluş jaryanında bu belki ideali buluşu, ruhtu buluşu, iş kılış usulümüzde buluşu, teşkiliş usulü de buluşu mümkün. İnsan aldırıp taşlayan neresinin ornuna texim yaxşı tüzüm ornunu alğandığı anından inqilab qilish huquqi bulu. Yani bu yerde inqilab qilish huquqi haqida yeni bir gap. Bayatın debatımız xalq öz xalimgan hakimiyetni ag'dirish huquqi ega deb Aristotel şarilgan bo'lsa, John Locke deydi, kishilar uningdanmi yaxshi bir masalani barliqqa keltiradigan bo'lgan chaqda andan inqilab qilish huquqi bo'ladi deydi. Uni ag'dirib, uningdan mukoni bir narsa o'rni qo'ymoqchi bo'lgan bo'lsa, inqilab bo'lmaydi deydi. Eksi inqilab bo'lib qoladi degan gapda unda aytgan vaqt. Bu atalg'ini belki sakin ketmedi. Eksi inqilab bir atalg'ini Xitoylar belki seslayotgan bo'lgan. Yeni bir jihatni aytganda deydi, şu inqilabning o'zi eng buyuk axloq deb qaraydigan bir xil inqilob shunoslik bor. Trotskiy, Yomushu, Sergey Nashayev, Mikhail Bakunin deganlarning o'tirib qo'ygan tashabbuslar bilan inqilobning o'zi eng buyuk axloq turi. Inqilobni g'alaba qilishga to'p qo'shilganligi narsa axloq. İnqilab qilgan bo'lganligi narsa axloqsizlik hamda jinoyatdir deb qaraydigan bir xil inqilob cho'qqinishi bor endi. Inqilobni dunyodagi eng buyuk e'tiqod deb qarag'an bo'lg'achqa, mayli qanday inqilob bo'lsin, mavjud sistemaga, mavjud hukumat qarshi chiqadigan bir ruh, bu bir mas'uliyatchanlikni va butkul dunyoni o'zining bir gavdasi deb qarab va yoki o'zini dunyoning bir parchasi deb qarab turib, dunyoning ishtirok qatnashadigan, shaxsiyatsizlikni talab qiladigan va shaxsiyatdan ustun turadigan bir oliyjanob bir ruh bo'lg'achqa, bu ruhni müşnak tasvirlaydigan gapam. Yani inqilobning o'zi eng buyuk axloq. Inqilobni g'alaba qilishga to'p qo'shilganligi narsa axloq, inqilob degan bo'lgan narsa axloqsizlik ham jinoyat. Endi bu yerda Bekonning yana bir gapi bor, davlat faylasuf Bekon, inqilob darajasi ko'tarilmagan barliq axloq saxta deydi bu yerda. Ya'ni inqilob darajasi ko'tarilmagan barliq axloq saxta. Agar men yangi bir axloqni yoki yangi bir ideyani qabul qilgan bo'lsam, bundan o'zimning aslida bor bo'lgan narsani oldirib tashlamasam, ya'ni bu chaqda men axloq bo'lanmayman degan. Bu yerda biz nurg'un narsani ko'ramiz. Mustaqillik inqilobi ko'p hollarda bir xil aqotish tafakkurining amaliy qo'llanishi. Bu Bekonning gapi. Ya'ni haqiqiy axloqning umumiylik parlashidir. Bu gapdan biz ko'ramiz, ya'ni mustaqillik inqilobi bir xil aqotish tafakkurining amaliy qo'llanishi bo'lgan bo'lsa, biz inqilob qilmoqchi bo'layotgan bo'lsak, biz biror aqotish bilan shug'ullanyapmiz yo'qmi? Agar bu aqotish bo'lmasa, biz mustaqillikni qaysi xil kalla bilan, qaysi xil inqilob ruh bilan davomlashtirib etmoqmiz. Yeni birisi, eğer inqilab hakikaten axloqning umumiylik parlashi bo'lgan bo'lsa, unda chet eldagi Uyg'urlar nurg'un axloqsizmi? Ya'ni inqilob qatnashmagan odamlar hammasi axloqsiz bo'lamdi o'chaqda. Chunki navbat inqilob zurriyatga aylandi. Zurriyatga aylangan vaqtda inqilob qatnashmaslikning o'zi eng buyuk axloqsizlik ma'lumotini deb aytgan vaqtda, ya'ni qo'rqinch formulalarni chiqargan vaqtda. Undaq bo'lsa, demak bu axloqsizlik inqilob qilish jasarati yo'q bu odamlar o'zining axloqiga va o'zining e'tiqodiga amal qilish jasaratiga ega emasligini gapda. Axloq bilan inqilob ma'lum jihatda aytgan chog'da bir-birini taqozo qiladigan bir so'zkanda. Endi bu yerda hozir bilimiz masalan shu 15-asrdan tortib 20-asrdan 500 yil jarayonida ma'rifning pishib ketilishi bilan ma'rif siyosiy tuzilmaga tahdid etildi. Uyg'ongan odamlar mavjud podshohlarning siyosiy tuzilmaning har qaysi ijtimoiy va jamiyat ehtiyojining taraqqiyotiga norozi bo'lish jarayonida yangi uqumlarni o'tirib qo'ydi. Natijada falsafa, siyosiy tafakkurlarning jonlanishi natijasida kishilar podshohlik tuzilmaga gumonlandi va taxmil g'arbigan huquqni ayirib siyosiy partiya orqali saylama orqali o'zining hukumatini barliqqa keltirishgandek huquqlarni o'tirib qo'ydi. Dunyoning har qaysi joylarida oq-oqdan gullanish, ilmiy inqilob va har xil islohotlar, hattoki diniy islohotlar qadar mushkil davrda yuz berdi. 500 yilning yaqin bo'layotgan o'zgarishlar hozir qadar davomlashyapti. Dunyoda nurg'un davlatlarning sistemasi va butkul dunyoning qimmat qarashini, insonlarning baxt ko'rsatkichini, mustabidlarning, diktatorlarning dunyoga solayotgan tahdidini bir taraf qilishda bak zo'r unum qozondi. Bu jarayonda biz Yevropadan boshlangan adabiyot san'at uyg'onishining, demokratiya, ilm fanning, ma'rifning umumlashishining ta'sirini hargiz qaramaymiz. Bugungi kundan qarasak, ma'rifning umumlashishi bir qadar yuqori bo'lgan davlatlarda demokratiyaning, kishilik huquqning, axloqning bir qadar yaxshi ekanligini, ma'rifning umumlashishi bir qadar nachar bo'lgan joylarda garchi e'tiqod yaqincha ta'kidlangan bilan, yana kishilarning shaxsiy axloqi, insonlarningki bir-birining haq hurmatini rioya qilishi, yana boshqalarga o'ziga muomala qilgan axloqning oltin qoidasi muomala qilish jarayonida yana nurg'un yetersizlikni borligini ko'ryapmiz. Shunga bu yerda yangi hokimiyatni barliqqa keltirish jarayonini biz inqilob deb qaragan
bu jarayonda nurg'un inqiloblarniki radikallik berilib ketish, inqilob jarayonida ba'zi bir nohaqchilikni paydo qilish, aslidagi gunohsiz koni sistem uchun xizmat qilib qolgandek ko'rinayotgan odamlarning hayotiga tahdid solish degandek masalalarni ko'ryapmiz. Bu insonlar jamiyati o'zi bir hayot qilish uchun bir ijtimoiy hamkorlikqa muhtoj bo'lgan bir jamiyat. Masalan, insonlarni men ayolim, bolalarim bo'lgan bo'lsa qadimgi jamiyatda men bir yerga kelsam ayolim, bolalarimniki boshqalarning hujumga uchramasligi yoki ularning qishi qilib qo'ygan yemakligimning boshqalar tarafidan bo'linib ketmasligi uchun men bir ijtimoiy tartibga, bir to'planishga muhtojman. So'ng eng dastlabki insonlar jamiyati mana bu ijtimoiylashish, kollektivlashish orqali borliq kelgan. Hozir qadar insonlarning nurg'un joylarda ibtidoiy qabilalar, shu 3000 yil, 4000 yil burun turmush shaklida yashayotgan, hech qanday kiyim kiymay yashaydigan shunaqa qabilalar Amazon o'rmonliklarida bayqaldi. Hozir mavjud ekan. 19 asrlarda ko'p uchragan bu. Hatto hozir qadar nurg'un qabilalarda odamlar yeydigan shunaqa ahvollar mavjud ekan. Shundaqmi? Osh qabilalarda to'plashib yashash andisi va osh qabilalarning o'zgarishli axloq prinsiplarining borligi namoyon bo'ldi-da. Bu yerda insonlar hayot qilish uchun ijtimoiylashtirgan bo'lsak, ijtimoiylashgandan keyin, kollektivlashgandan keyin bu yerda bir rahbar borliq keladi endi. Bu rahbar yaxshi bo'lsa bo'ldi, agar bu yaxshi bo'lmay, og'iz bir xil, dili bir xil bo'lib qolib, boshqalar ikki xil muomala qiladigan chiqib qolsa, zolim bo'lib qolsa, zo'ravon bo'lib qolsa, u chog'da fuqarolar uni inqilob orqali og'dirishga to'g'ri keladi degan. Demak, inqilobning tarixi bu nuqtada nihoyat bir uzun, ma'lum jihatda aytgancha bu insonlarning o'zining huquqini qo'llash harekati bu inqilob degan. Unda bo'lsa bu inqilobningki axloq bilan bo'lgan munosabatdan boshqa urushningki, ya'ni inqilobning qanday bir axloqi bor. Inqilob bilan urushning nima farqi bor yoki? Bu masalada ekronni ochsangiz, inqilobdan urushning islohotning albatta farqi bo'ladi. Bilganimizdek islohot nihoyat uzun bir jarayonga so'ziladi. Bu ichki o'zgarish bilan bo'ladi. Masalan, podshohning ko'ngliga insof berish bilan yoki podshohning atrofidagi vazirlarning yangi bir fikrlarni o'tirib qo'ymagan bir huquqqa erishish bilan degandek islohotlar olib berildi. Ammo urushda bo'lsa, inqilob yangi bir tuzumni umid qilib olib berilgan jang tipidagi bir narsa endi u. Hukumatni o'ldirib tashlab qolmay, yana iqtisod, jamiyat, sarxillarni qatorli butkul sistemini yangilaydi-da. Shunga hokimiyat almashni hammasini inqilob bo'lavermaydi. Masalan, Trumpning o'rniga Bayden chiqdi. Bu hargiz inqilob emas-da. Dünyanın başka yerlerinde mesela uruş orqali hokimiyat almashgan ba'zi masalalar bor. Lekin buni hargiz biz masalan Xitoyniki Shanxay inqilobidan keyin militaristlar o'rtasida Beijing huquqi birdan buni o'tib qolgan mezgillar bor. Buni biz hargiz inqilob deb sanamaymiz. Ya'ni bu yerda odam almashgan bilan bu urush orqali necha million odam o'lib, bu yerda iqtisod, bu yerda jamiyat, bu yerda sarxillar aniqlanishi qatorli fikr sistemlarda yanglish yo'q. Faqat odam almashdi, ammo sistema o'xshash fikr ishlar o'zining o'yida. Çünkü urush ideyaga emas, balki mal-mulkni qo'shib bilish yoki hokimiyat o'zgartirishdak shaxsiy manfaatlarga, shaxsiyatchilik taqiladi. Anda bo'lsa, biz davlatimiz Uyg'urlar inqilobga ehtiyoj qiladigan bo'lsa va Uyg'urning siyosiy sarxillari navbatda haqiqatan inqilobchi bo'ladigan bo'lsa, bular o'zlarining ko'z qarashiga asosan bo'lindimi va yoki shaxsiyatiga asosan bo'lindimi? Ko'z qarashi o'xshash turib ayrim saf bo'lib olgan odamlar bormi yo'qmi? Agar bunday bo'lgan bo'lsa, bular inqilobchimi yoki ichki urushning yumshoq shaklini davomlashtirib o'tadi aramizda. Şuna ba'zida masalan urushning inqiloblar farqi haqida deyapmiz. O'xshash davlat, o'xshash idealik kishilar o'tirib bo'lgan bu urushni biz inqilob deb qaramaymiz. Bu bir ichki urushniki shakli hamda. Garchi ba'zilar ichki urushmi, inqilob markaz urush bo'lsa-mu, ammo faqat sistemani o'zgartgan, sistema va ideya tufayli bo'layotgan o'zgarishlarla mushkil janglarni undan inqilob deb atalganda. Inqilob va urush qonuniyligi, zurriyati, axloqiyligi texmi muhimi oqibat sababidan g'oyat zo'r farq ekan. Masalan, urushda ba'zida hech qanday oqibat bo'lmaydi. Nurg'un odamlar o'lib sistema almashidi. Masalan, bir prezidentni investitsiya siyosiy qo'zg'ab o'ldirib o'tgan ishlar bor masalan. Masalan, Qatarda siyosiy qo'zg'ab otisining o'rniga balasi chiqdi degandekda yaqin tarix bo'lgan. Endi mushning o'xshash ichki urush masalalarida odam almashdi haqiqatan, ammo sistema o'zgardimi? Masala hal bo'ldimi? Demek eğer unda bulunmagan olsa, demek bu ichki urushning bir qismi. Hargiz islohot emas. Yani bu inqilob emas hattoki-da. Unda olsa bu yerda bir xulosa bor. Yani barliq urushlar qonunsiz, barliq inqiloblar qonunli sababga bo'ladi. Endi bayaqim biz urushning va inqilobning qonuniga dedik. Fuqarolar o'z yoqtirmagan hokimiyatni og'diruvchi huquqiga ega. Chunki davlat degan fuqarolardan tashkil topadi. O bir odamning ideyasi bilan mayli u qanchalik mukammal fikr qilgan odam bo'lsin, mang'irgan narsa emas. O chuqur ko'pchilikning tanlashi bilan bo'ladi. Masalan, bunday aytgan vaqtda tamamen katoliklardan tashkil topilgan bir davlatga nisbatan bir protestantning axloq o'lchami bo'yicha yetakchilik prinsipi tuzib, u yerga hukmronlik qilish urinish, u millatning axloq prinsipiga zot
inqilab bo'ladi. O çağda o katoliklar, o protestantlar aldırması bulunur degandekda. Yani ko'pchilik o'zining holi ahvoliga va o'zining axloq o'lchimiga loyiq rahbarni saylab chiqish uchun inqilob berish huquqiga ega. Unday bo'lsa, urush desa, urush ko'p hollarda unda bo'lmaydi. Ular zamin talash tortishi bilan ikki davlat o'rtasida va yoki masalan, Akkula o'rtasida bo'layotgan nurg'un urushlarni ko'ramiz tarixda. Bularning hech qaysi inqilob emas. Bularning hammasi jinoyat amaliyotda. Millionlagan insonlar jonidan ayrilgan, nurg'un bolalar yetim qoladigan, nurg'un ayollar tul qoladigan, kishilar mayib bo'ladigan, kishilarning iqtisodiy turmush vayron bo'ladigan og'ir bir oqibat. Shunga barliq urush jinoyat topqarildi. Ammo inqilob unday aniqlik bermaydi. Barliq inqilob qonunli. Hattoki oktyabr inqilobi bo'lgan taqdirda. Chunki Rossiya ash oktyabr inqilobining qo'zg'ilishiga lozimlik bo'lgan sharoitlarni paydo qilib qo'ydi degan. Fuqarolarning iqtisodiy masalasini, fuqarolarning siyosiy erkinlik masalasini, nurg'un masalalarni hal qilmadi degan gapda. Shuning bilan bu hukumatning savanligi bilan bayonda o'tganimizda bu xatoliklar yuz berdi. Bu xatoliklar xalq tarafidan balkim xato o'ngishilishi mumkin, to'g'ri o'ngishilishi mumkin, ammo xatolik jazolanishga mahkumchu. İnqilab bu xatolikni jazolaydigan bir vosita. Undan bo'lsa inqilob qonunliq va urush qonunsiz bo'lgan bo'lsa, biz urushimiz Xitoy bilan qurolli kurash qilamiz degan mezgilda buni biz mustaqillikni inqilobi shaklida ifodalasak va buni inqilobning qalbi bilan ifodalasak, xalqaro qonun jihatdan va odatlangan xalqaro o'lcham, xalqaro ahdnomlarga nisbatan texnik foydali bir imkoniyatga bo'lishdan birlikda o'zimizning ruhini yangilash va xalqaroning inqilob haqida bergan ta'birlar va bu jihat tajribalardan foydalanishda texnik bir yangi qonunga erisha olamiz degan. Endi inqilob axloqi degan temaning o'ziga kelsak, inqilob boshqa barliq tinchlik bilan bo'ladigan tanlashlar chuqur tugaganlik qonunliq bo'lib degan bir umumiy prinsip bor ekan. Bu urush prinsipiga o'xshash bu. Ya'ni urush qilishdan burun urush qilmay turib hal qiladigan barliq chorlarni hammasini sinab qilish kerak. Ya'ni urush eng oxirgi vosita bo'lish kerak-da. Inqilobmi ana shu. Ya'ni inqilob qilmay turib, qon to'kmay turib, qiladigan tirishchilikni sen qilib baqdingmi? Masalan, bir podshoga asos qonunliq bir holatni barliq keltirib demoqchi bo'lgan bo'lsak, sen podshoning huquqini cheklaydi, qonunni ko'paytirib taklif berdingmi? U yerda chiroyli gapni deb baqdingmi? Parlament ovoz qo'ydingmi degandek nurg'un talablar bilan sen zat sinig'ili bo'lgan gaplarni hammani sinab baqdingmi? Urush eng oxirgi tanlash. Kishilar sening urushdan boshqa, inqilob qilishdan boshqa choran qolmaganligini bilish kerak. Shu chog'da bu inqilob uniki qonunli bo'ladi. Bu inqilobning va xalqaro urushninki eng muhim bir ta'bir ekan, ya'ni Onundan başqa deydi, inqilab faqat oxiri davomlashtiriladigan iroda bilan qonunlashadi. Inqilobni boshlab qo'yib, yerini qo'ygancha apla vaydan desak, mavi inqilob satqinlik bo'ladi-da. Bunda odam dastlabda g'itqisi degan gap. Ya'ni sat qo'polroq aytgan vaqtda nurg'un ahvollarimiz kishilar boshlaydi inqilobni oxiriga chiqarolmaydi-da. Balki bu inqilob ruh inqilobi bo'lishi mumkin, e'tiqod inqilobi bo'lishi mumkin va yoki oiladagi ichidagi bir inqilob bo'lishi mumkin. Çoğun inqilab faqat oxirgisi davomlashtiriladigan iroda bilan qonunlashadi. Yengillar balqo'yib o'tadigan, o'zgarib ketadigan, qo'yinga o'xshash davlat qurimida o'tirib chiqib qurolni kuchga oxirgi pishinsa bilan do'stlik qilish imzolaydigan bu xil shakllar inqilobni qonunlashtirib qo'ydi-da. Shu bu xil odamlarning inqilob qatnashganidan qatnashmagan yaxshi bo'ladi deb qoladi. Endi yana bir jihatdan deydi, logik nuqtasidan boshqalar qaraganda texnik yaxshi planing bo'lmasa, eng bo'lmagandimi bir tinimsiz holda en yaxshi planni o'ttirib qo'yadigan bir izlanish ro'yin bo'lmasa, inqilob boshlanmasligi yoki davomlashtirilmasligi kerak. Ya'ni sen hech qanday planing yo'q, navbatdagi ahvolni o'zgartirgan. Sen hech qanday qadam bosish, mana bunday qilsak, bunday bo'ladi, bunday qilsak, bunday bo'ladi. Plani ma ishni yaxshi qilmadim, men bu ishni bunday qilsam, uni dekin bu yaxshi bo'ladi degan bir ko'z qarash yo'q turib, uning qarshi chiqdim, uning bir kamchilikni ko'rdim. Masalan, u yo'lning xato dedim, bayatning axloqni o'lchim bilan bu yerda o'tirsam bo'lmaydi dedim. Unda o'tirgan yaqini. Mesela kişilerin ahiret dökmenler bu yerga deymiz, ahiret dökülen yani köstük koyumuzda. Eğer dünyanın hiç kanlıqı ahiret dökmetsek o gap bakmaydı deyin gap. Çıkım ahiret kanunu birini kıp bilişimiz gerek. Kişiler şu ahiret taşıgan vakitte andın başkalarının pakit oluşu kapalat kılıyordu. Anda olsa sen başkalarının çağrısını hata da qarab oturup çıkan ikense çıkım sen de onundan yaxşı bir çağrı oluş gerek. Eğer sen çağrısız, plansız halde oturup düşüp ben inkılap kılmak istediğin olsan o çağda senin inkılabını başlanış gerek mi, davamlanış gerek mi? Bunu qayta oynayıp yakışmayın. Bu inkılap ahlakıdaki mühim bir insan prensibi bu. Çünkü senin inkılabın nurgun adamların cilik zaman buluşu mümkün. Senin inkılabın nurgun akıbetlerini keltirip çıkarış mümkün. Hatta ki doğru inkılabı hesaplarının yalnız kalışını keltirip çıkarış mümkün. Navadı sen özünün inkılabının meselini hal kılamaydıqanlığı işengen bolsan veya ki senin kallağında ondak bir enik programı bulmasa o halde senin bu işini inkılapta atışın ve inkılap atılışın özü bir mesuliyetsizlik degen. Andın inqilabning texnik muhim bir prinsipi var. Urush prinsipi mi? Yani
inqilobning cho'qim g'alaba qilganligi isbotlanib o'tish kerak. Sen 100 kişilik qo'shin bilan 10 ming kişilik bir armiyaga hujum qilib, zor biz hujum qilamiz deb hujum qilsang, vijdon jihatdan to'g'ri bo'lishi mumkin. Mashhur bir gap bor-ku, tuxumni tash qurgan nadivat, shu tuxumni osh tashli dadivadi. Shaltaq qilsak misab deb qo'ygan gaplar bor endi. Ammo gap haqiqiy inqilob bunday bo'lmaydi. İnqilab çoxum g'alabının fursatini izlaydi, imkoniyatini izlaydi. Eng inchikalardan foydalanib, qandaqsam g'alaba qilgan degan masalani nihoyat mas'uliyatchanlik bilan, yüksek bir javobgarlik tuyg'usi bilan turib bajardiring. Shu inqilob çoxum g'alaba qilish kerak. Yani inqilob deyotgan har qanday bir odam çoxum inqilobni qanday g'alabaga erishtirdi, buning qadam bosqichini qanday qildi, bu yil nima ish qildi, kelar yil qanday qildi, o'zining amalga oshirolmagan taqdirda planini oshkor o'tirib qo'yish kerak. Oshkor o'tirib qo'ya oladigan yani. Eğer o plansiz yok, planı yoktur, galip kılındığına hiç kandak bir ispatlayamay turib, galip formulasını men inqilab deb oturup çıksa bu hatalışı diyen gel. Hiç bulmaganda şu galip fırsatlar için hamay urulduğun bir ruh. Menin formulalarım mavi, men muş formula bir hareket kılma. Muş nesini yani muş galip kılınganlık mavi birini koysak iş kılıp deydigan, işkini galip deb tasvir edilgan şokul formlarını oturup taşlaş gerek değil. Eğer undaq bulmasa, inqilabның qanuniliği kapasitesine ega olmaydı deyin. Yani inqilabның maksidi bir muayyen bir reallıqni amalga oshirish, har gün qo'taq ko'pigini chiqarib ishlamas. Undaq bo'lgan ekan, biz real dunyoda real bir maqsadni ishga oshirish uchun masalalarga real ko'z bilan muomala qilishimiz kerak. Inqilob axloqining muhim bir tarkibiy qismi deb o'ylayman. Navbatda biz o'rganishga tegishlik va kam bo'layotgan masalalarning biri ekan deb qaradim. İnqilabdan jarayonlardan içindeydi. Ulunish inqilobı deydigan bir gapni ko'rdim men. Lincoln öyle ishinde. Ben bu yerda ulunish inqilobı degan nima? Har qanday bir inqilob barliq kelishdan burun o'zi bilan o'xshash fikrdagi inqilob odamlari va inqilobning urug'lari, ash inqilobning barliq kelish sabablariga duchor bo'layotgan boshqa taraflar bilan to'liq ulana oladimi? Dunyodagi bo'lib bugungi uchrashayotgan bir davrda inqilob munosabatli uchurlar bilan dunyoning inqilob dunyosi va inqilob munosabatli ilm-fan tadqiqotlari bilan İnqilab munosabatlik nazariya, qonun va boshqalarninki inqilobni g'arbiga erishtirishga usullari bilan sen ulandingmi? Tadqiq qildingmi, o'rgandingmi? Yoki ular bilan bir yani dunyo bilan ulangan o'xshash muayyan bir millatninki ma'naviy dunyosi, masalan, dunyoda inqilob munosabatli kitoblar Uyg'urcha nashr qilindimi? Eng avval bu narsa ongda boshlangan bo'lg'achqa, sening dunyoning inqilob nazariyasi bilan va bugungi dunyoning mavjud siyosiy qurilmasi bilan ulandimi emasmi? Eğer bu ulunish inqilobi davomlashmagan bo'lsa, u chog'da haqiqiy inqilob kelgili olmaydi deydi. Ulunish inqilobi davomlashgandan keyin ikkinchi bosqichda bizda bir ang inqilobi shakllandi. Masalan, Yevropadagi adabiyot san'ati uyg'unishini va undan keyingi Yevropadagi kishi huquqning gullan sharkatlarini, undan keyingi Cumhuriyet inqiloblarini bilamiz, Fransiyadagi buyuk inqilob degandagi inqiloblarni. Shu inqiloblarning hammasida adabiyot san'at asarlari va fuqarolarning joylardagi Cumhuriyet tüzümüge istaçlık kılıdığan ve padişahlık tüzümünden nefretlengen, nöbetlik tüzümünü özgertip fuqarolarning huquqi, mal mülk bexatarligi ve teraqqiyot fursati kapolatga ega bo'lgan bir adolatlik tuzilmani o'rnatish uchun tirishadigan kishilarningki o'zaro ulanishi shaklida va ongda inqilobning barliq kelishi shaklida undan keyin inqilobiy siyosat barliq keldi. Ondan inqilobiy siyosat bu ayrim tema, xudoyim bo'lsa bu haqda yana ayrim to'xtalamiz. İnqilobchilar qanday bo'ladi deydigan bir temadan burun biz inqilobchilar inqilob orqali texnik yaxshi jamiyat barpo qilishga tirishish deydigan bir javobni ko'rdik bu yerda. İnqilobchilar inqilob orqali texnik yaxshi jamiyat barpo qilishga tirishadi. Agar biz barpo qilmoqchi bo'lgan narsa burunga qaraganda texnik yaxshi bo'lmasa va burunqidan nacharlashib ketgan bo'lsa, o chog'da biz inqilobni yurgizolmaymiz, eng yaxshi inqilobni to'xtatsak bo'ladi deydi. İnqilobda eng qiyin bo'lgani kishilarga g'oya uchun badal to'lashga arziydiganligini o'rgatish. İnsanlar axloqli bo'ladigan bo'lsa, axloqning badal to'lash ekanligini biladigan bo'lsa, nafsidan voz kechish ekanligini biladigan bo'lsa, o chog'da insonlar inqilobning axloqning eng yuqori pallasi ekanligini va faqat inqilobchilarning axloq bo'ladiganligidan iborat umumiy prinsipni o'ziga tatbiqlashni o'rgangan bo'ladi-da. Endi gap kishilarni mush g'oya uchun badal to'lashga arziydi degan narsaga akilish, mayli pulingni, mayli jiningni mush yo'l sarf qilsang arziydi degan narsaga akilish uchun qanchalik tirishchilik ko'rsatdi tarixiy inqilobchilar, bugungi hozirgi inqilobchilar. Shunga har qanday inqilob siyosatning natijasi bo'ladi ekan. Endi gap bizning men inqilob qilaman, Xitoy qarshi mustaqillik inqilobining jangchisiman deyotgan odamlar qanchalik odam siyosatga qatnashdi, siyosatni o'rganadi, siyosatni o'zining prinsiplari bilan aql muvofiqatida davom ettirib etmoqdi. Albatta bu bizning tirishchiligimiz va xalqimizning jasoratiga bog'liq ishlar ekan. İnqilobchilar qanday bo'ladi degan tema haqida yana bir ishqilab qo'yay dedim.
İnqilab ve ahlakның obyekti en avval eski dünyadan başlanan boğanlıktan haqiqiy inqilabchilar faylasuflar ve evliyadır deb qaraydi. Bu meşhur gapkan Will Durant'niki. Faylasuflar ve evliyalar bular özünün ichki qismida, mesela Sokratga o'xshash odamlar veya ki peygamberler deydi. Bular en büyük inqilabchilar deydi. Çünkü bularning ichki dunyosi hammadan burun özünün düşmanlarini, yani ichki dunyosidagi özünün hayat prinsiplariga xilof narsani chiqib chiqarayotgan degan. Son bir yer Che Guevara'daki bir zamanı dünyada moda oluvatkan komünist inqilabçı mı deydi? Bu yer bizden idisi bilen işimiz yok. İnqilab yok. Bu yerde ben bir ta'kidlab qo'yish to'g'ri keladi. Muharrarlar romanida Viktor Hugo'ning ashuna bir tasviri var. Bu ara kommunizmni barliq keltiramiz deb inqilab qilayotgan yoshlarni madiylaydi-da. Ammo deydi, men kommunizmni aslo yoqtirmayman deydi. Ammo yoshlarning ideya uchun qurbon bergan bu ruhini madiylayman deydi-da. Haqiqatan qarasak, buning nurg'un asarida da inqilab yoshlarga o'qilgan madiya, ularga bo'lgan istaşlık, ularga bo'lgan havas o'tirib chiqadi. Ammo ularning ideyasini qo'llamaydi. Uning qo'llaydigani ideya uchun qurbon beradigan mushruh. Che Guevara'ning bu gapidan biz uning ideyasidan zo'qlanmaymiz. Faqat Che Guevara'ning o'z Kubaning ministri turib, ministerligini tashlab o'tib, boshqa insonlarni baxtli qilaman deb Kubaning tog'larida partizanlik turmushi bilan yashaganligini shundoq deydi bu. Men Kubadagi insonlarning g'alabga erishgan xo'shalligini ko'rgandan keyin insanların g'alabga erishtiradigan bu xo'shallikdan yani davomli bahramand bo'lishni istadim deydi-da. Bu o'z ministr bo'lgandimi bakrak, boshqalarning inqilob g'alab qilgandan keyin xo'shalligini ko'rishni o'zragan gap. Davomli ta'kidlab kelayotgan gap axloq odamlar, axloqli odamlar haqida. Odamlar ish qilayotganda birisi boshqalarga bir nima yuzlari xo'sh bo'ladigan insonlar bo'ladi. Yana birisi o'z yavasi xo'sh bo'ladigan-da. Boshqalarga bir narsa yuzshartli xo'sh bo'ladigan insonlar axloqli insonlar. Öz yılmaz hoş olurgan insanlar ahlaksız insanlarla seyret etken vakitte. Hem inqilabın müşkül roydu. Mesela Che Guevara'nın ministerliğini taşladı jürüp aşağıda inqilab ülüp ketkenlikte bu royunun akıda bunun ideyasının içilki yatırgan dersi kalsa inqilabın asas maqsadlarından biri içki dünyanı güçlendiriyoruz. Özümüzün psixik muddasının menfaatine şahsi kızıkış ve faydalı kızıkışta küçük ideyen yoktur. Son inqilab içki dünyamızın başlanğanında inqilab ıslahatımız olur. Bu gapni har bir Uyg'ur o'zi qo'yib baqish kerak deb qarayman men. Biz inqilob qilamiz deyotgan bilan biz ro'yimizni qartab shunaqa bir operatsiya qila oldikmi? Barliq imkoniyat va zihniyatni muvaffaqiyat qozongan yo'lga sarf qilish jarayonida muvaffaqiyat qozongan bir inqilobchi davlat arbobi bo'ladi. Mag'lub bo'lgan bo'lsa u bir jinoyatchi bo'ladi deydi. Erish Frommning erkin qilgan bir asaridagi jumla ekan. Barliq imkoniyati va zihniyatini bag'ishlash kerak inqilobchi bu yo'lga. Chunki eğer o barlık imkaniyeti ve bütün zihniyetini onun bağışlamasıyla o cinayetçi olurdur yenge. İnqilabçı mesela biz vatanda cinayetçi yok. Nurgun adamlar cinayetçi türünü yattırmış ki inqilab galap kılanmadı. İnqilab kılmay kirketkenler mi bağı hem de. Lakin bundan burun inqilab kıllar boğan hakikaten. Partlak kıllar boğan, öldürgenler boğan. Hiç olmasa siyasi akartısından şoğullananlar boğan, ideyat aksiyonla şoğullananlar boğan. Bunların hepsi inqilabçıdır. Şu inqilabçılar mağlup boğanlar için cinayetçi türmediler. Eğer onu galap kılan olsa bizim kahramanlarımız oldu adamlar. Gel. Ular inqilobchilik yo'liga kirgandan keyin o'zining fikr zehnini sarf qila oldimi? Bu masala har birimiz o'ylash masala ekan. Inqilobni boshlab qo'yib biz uning uddasidan chiqamasak bu og'ir mas'uliyatli bo'lganligini ko'ramiz deyapmiz. Bu yer Kostyushko degan bir odamni til qilish to'g'ri keldi. Kostyushko o'zi polshalik. Amerikaga kuch berib Amerikaning mustaqillik inqilobida zo'r turtib ko'rsatib, keyin mustaqillik inqilobidan keyin buning nurg'un urushda o'lmayi pensiya maaş deyinek nurgun narsa kelgandan keyin bu pulni hammani shu Amerikaga qoldirib qo'yib bir paket bilan Jefferson qoldirib qo'ydi ekan. Buni qartanlik qullarni azod qilishni tinglar. Voy bu bizga adam kampda sen bizga ministr bo'lsan bo'ladi degandan keyin buning mashhur bir gapi bor deydigancha. Agar inqilobchi o'z ro'yini paklash qiziqmasa, inqilob xarakterli turmushini barliq keltirolmay, hashamatli yashashni ko'jisa, u hargiz inqilob qilmaydi. Mening davlatim inqilobga muhtoj deb Amerikani tashlab o'tib, ministerlikni tashlab o'tib, Polshaga ketib, Polshada Sarosiyada ish biladi-da bu. Mana buni inqilob deb qaraymiz, inqilob deb qaraymiz. O'zining hatto Amerika topgan tagini Amerikadagi qartanlik qullarni azod qilish uchun bag'ishlayotgan. Hozir qadar borgan Kostyushko fondida qartanliklarni huquq uchun ishlatilgan fondga yuzlab davom etib. Bu odamninki yana mashhur gaplardan hozir oxirida ko'ramiz. Bayatni tilga olgan Sergey Nechayev bu bir biz tadqiq qilish arziydigan odamlarning biri. Bu yerdagi Sergey Nechayev dunyodagi eng haqiqiy inqilobchi deb nom olgan birisi bu. Rossiyada inqilobni tashlab turuvchi odamchilik faoliyatini berib, keyin adam o'ldirib qo'yib ketib ketib. Bu shaxsiy zoatdek yashagan deydi-da.
Bu deydi özünün inqilabçı alaqı olan adam, inqilabçı bunu biliş kerak deb. Bu demek bo'lgani inqilabçı özünün şahsiyetini, özülkesini öldürüp yetiş kerak deydi. Özünün bütün vücudunu, bütün ruhini, sözünü, bütün barlığının hemmisini özünün yetmek bo'lgan nişanını yetkizish kerak. U başkalarının ahlakı, başkalarının nima deb qilishi, uning bilan qat'iy nazar olda bütün birli maqsad yani rahimiz düşman yo'q tushtil yashaydi, inqilobchilik yashaydi u. Shu chaqdan haqiqiy inqilobchi bo'ladi. Şunu her kuni takrar yaşaydigan undaq turmushni realistik kirish, tabiiy ehtiyojdan boshqa qandaq bir insonning g'ayri baylik qo'g'ilsan bu odatlarni avval yo'qtanmay turib belki inqilobchi bo'lmaydi deydi. Ashna dini loyiq u men inqilobchi bo'ldim deb shuncha valajik qilib ekan ayni vaqtda atrofdagi nurg'un yozuvchilar baylar buning inqilobiy ro'yi qaydilib buni nurg'un iqtisod bilan ta'minlaganki bu imkon bor tejashchi yashab hatto yog'och ustida uxlab qor bo'lib kelib yashagan ekanda buni Trotskiy yoki keyingi kunlarda Lenin Nechaevni inqilobning titani deb atagan ekan. Hatta şu çağda Trotskiy mi deydi ki kommunist inqilobchilar hammasi Nechaevning bu kitobini o'qish kerak deb. Bu kitobga qiziqdim men ham buni sal ba'zi bir oshqun iboralarmi ba'zak turdi lekin shunaqdimi inqilob bir ruh bo'lish sifati bilan bundaq bir inqilobiy ruhni e'tiqodsiz odamlar qandoq barliq keltiraldi va boshqalar qandoq taqatdi. Qandoq qilib o'zining e'tiqodiga jon beraldi. Bu ruh eng muhimi jon berish masalasi emas ekanchu. Jon berishdan burun bu odam o'zining xarakteridagi hasadga o'xshash, xushomatchilikka o'xshash, jahillikka o'xshash, ko'ranmaslikka o'xshash, gumonxo'rlikka o'xshash va yoki mening rastlab turilib umum vaziyat ziyatga o'xshash har qanday shaxsiy pul payli ustidan inqilob qilish kerak ekan bu odam. Bo'lmasa yolg'izlikqa qarshi turish bilan bu odam inqilob qilolmaydi. Inqilob eng avval o'zimizning ichki dunyosida bo'ladi deydi. Shunga bizning deymiz eng cho'ng jihad insonning o'zining ichki shayton bilan bo'ladigan jihad. Öz nefsi bilan bo'ladigan jihad. Öz ayni gapni biz xalqaro inqilobning axloqini ko'ryapmiz endi. Bu yerda Nechaevning, Sergey Nechaevning gapi bor ekan, men inqilob xizmat qilishdan cho'ng xushallik tasavvur qilolmayman. Men faqat uni xiyol qilishga jur'at qilgan edim. Bugun men inqilob qatnashdim, men nima degan baxtli edi. Inqilob qila olganligidan, inqilob sipiga qatnashganligidan va o'zining inqilobchini bilganligidan nihoyat hayajonlangan bu. Bu deydi agar inqilobchi kishilarni qo'zg'atish va barobar qatnashish prinsipidan voz kechsa, ya'ni monopol qilmoqchi bo'lib qolsa inqilobni, boshqalarni qatnashtirmayman deb turib olsa va yoki o'zining plansiz holatidami boshqalarning fikriga quloq solishni xohlamasa, bu qarg'ularcha va bakchong ajalli xatolik aylandi. Bu inqilob mag'lubiyatga berishi mumkin. U chog'da hatto uning inqilob energiyasi xatolik energiyasiga aylandi. U qancha kuchli bo'lsa, to'lanadigan badal shunchalik og'ir, shuncha muqarrar bo'ladi deydilar. Yerda inqilobga omil bo'ladigan ba'zi bir masalalar haqida ba'zi bir so'zlarni yig'dim. Yana deydi, inqilob axloqi haqida so'zim bo'lganki, inqilob qilinmaydi, balki xuddi mevaga o'xshash tabiiy o'sishdan keladi. Ingliz tilining mashhur so'zi ekan bu. Yani inqilob unda qandaqdir bomba portlagandek, fojan portlagandek tarafdor qilib bo'lmaydi-da. Nurg'un odamlarning axloqining yetilishi va axloqining portlashi bu. Bundaq aytgan vaqtda, so'ng har qanday bir inqilob yetilish jarayoniga muhtoj. Masalan, bir mustabid hokimiyat chiqqan kunlarni uchirmaydi qarshilik uchun. Masalan, Chorosiyaning qarshilik uchirishi va yoki Turkiyadagi Cumhuriyet inqilobi deganlar Osmanlılar qurilgan kundan ertasi bo'lgan emas. Bu uzoq mezgil davomlashgan kun bu yig'ilib eng oxirida yer patlagan. Inqilobmi bu qarmoqqilik tuyuqsiz bir kechida bo'ladigan istak vatanning mustaqilligi. Undaq ko'ringan bilan bu bizning uzoq mezgillik o'zimizning shaxsiyati ustidan, o'zimizning ro'yi ustidan, o'zimizning xarakteri ustidan inqilob qilishimizni talab qiladigan bir narsa. Shunga biz eng avval o'zimizning axloqini tuzgan vaqtimizda, ya'ni axloq degan nima? Axloqning olti o'lchami bilan aytdik. Sen başkalarının özünge qandaq muamele oluşunu ümitken bolsan, başkalar şu muamele kılarsan, ondan sen axloqqa adam hesaplanırsan. Bu dünyadaki her qandaqdan, her qandaq prinsip oxşaşırgan axloqning altın kanunu ekanligini gördük. So'ng inqilob qilinmaydi, balki xuddi mevaga o'xshash tabiiy ustunlik degan narsadan biz mushu o'sish jarayonini tamomladikmi, yo'qmi? Mushuni har bir yerdan so'rab taqsim kerak ekanda. Undan boshqa Maya Angelou degan Amerikada men bek yaxshi ko'rgan bir yozuvchi qartanlik ayol bor. Bu deydi, insonlar jasorat bilan sharafga ega bo'ladi. Jasorat bo'lmasa biz inqilob demak, hatto oddiy bir oq ko'ngil, kang qo'saq yoki samimiy bir to'g'ri inson bo'lolmaymiz deydi. Demak, mushu o'lcham bo'yicha qaralgan vaqtda biz bir oq ko'ngil inson bo'lolmasak yoki bir kang qo'saq inson bo'lolmasak yoki bir o'quvchan inson bo'lolmasak deyli, o chog'da bizning inqilob qilish salohiyatimiz bo'lmasligi mumkin. Bu o'zimizdan so'rab boqadigan bir imtihon. Hem yeni bir ruh bayatının inqilab axloqidagi o'tirib qo'yilgan temalarda izlanish ruhining muhimligini deb aytdik. Dünyada jasorat bilan baravar yeni bir eng muhim bo'lgan narsa izlanish ruhidir. John Steinbeckning gitgan jasoratni faqat izlanish ruhi orqali topib bo'ladi deydilar. Bir odam izlanayversa, qo'rqinchoq bir odam
Jasoratsiz bir adam balki jasoratli bo'lishi mumkin. Buni ko'rib ozroq umidlandim herhalde bir. Ümid borken jasoratni paydo qilib bo'lmaydigan o'xshaydi, bu to'g'ri bo'ladigan o'xshaydi deb o'ylagandim. Iznish orqali topqirib bo'ladigan forumlarni ko'rdim. Belki bu isbotni yutib qolar. Bu yerda oxirgi so'zimiz ustida to'p inqilob haqidagi gapni deb qo'yishni qoldim. Ya'ni bu yerda bu polshalik vatanparvarniki Kostyushkoniki bir gapi bilan boshladim. Jangchi bo'lishim amal tutishim uchun emas. Amerika ministerligidan aytgan vaqtida edi. Jangchi bo'lishim amal tutish uchun emas, jangchilik sharafimni amaldorlik rasvoli bilan bayron qilmayman. Amaldor bo'lgan keyin jangchi vaqtidagi sharafli kishilar bo'lmasa mumkin-da. Shunga buning yangi fikrim bu. Odamni taslantirgan bir so'z ekan. Andin bu Vineyton deydigan bir yozuvchi bor siyosatda. Hali ko'p asarlar bor. Haqiqiy inqilob dushmanlar bilan emas, balki mutasassiblar bilan inqilob o'tirishni boshlandi deydi. Chunki inqilob aslidagi davomlashib kelayotgan an'anani oldirib, yana bir narsani barliqqa keltirgan bo'lg'achqa, eng dastlab oldimizga chiqdigini biz an'anani o'rniga yangi an'anani barliqqa keltirib, dushman qarshisida turgan bir umumiy siyosiy havoning barliqqa keltirishning oldida an'anadan manfaatlanayotgan bir turkum odamlar qarshi chiqadi degan gapda bu. Shu har qanday bir inqilobga qarsak, inqilob eng avval qarshi chiqadi, sirtli kuchlar emas. Masalan, bunda bir ta'sirli bir ish bor. Tibatlarni 1900-yillarda inglizlar ekspeditsiyaga kirish jarayonida Tibatlarni ichida nurg'un yoshlarni aktiv ekan Angliyaga. Bundan ichidan 20-30 odamni tanlab aktiv Angliyaga olib obdan o'qitib buni Tibatlarni gullanishlarga to'yib qo'ysin deb da'vat etgan. Bular keyin Tibatlarningki ma'rif ahvolini yaxshilash, ma'rif islohot berish, hukumatning boshqarish qurolli qismlarini shakllantirish degandek masalalar haqida nurg'un to'xtamay taklif etgan. Dalai Lamaga, mağazı Dalai Lama'nınki aldığı Dalai Lamaga. Lekin bular teklif biri vergenkin en ahırı 10 neçe inqilabçını bu Dalai Lama tutup, kolunu çanıtıp, tilini kestirip, küyüzünü oydurup, taşlayıp, cezalayken derdi. Demek bu yerde andak olsa Tibet'le aynı vakitte ne vardı şu yaşlarının kaynağı kirip, şularının gibi bu içe mağarip ıslatip verip, devletli okşaş bir baş kurup, özünün Koreli rakışlarını bir ancımız terakki kıldurup, devletin umumi halatını bir Xitaylar bilan ro'baro etishalik bir holatga qo'ldan kelishcha bir akil olgan bo'lsa, balkim o yetti moddalar tez chiqib bitimi deb Xitoyni aktivitasiga undaq bir ahmoqona kelishga yo'l qo'ygan bir dört siyosiy qurilmani barliqqa keltirib qo'ymasdi deb o'ylaymiz. Demak, har qanday bir inqilobning yiltizida vaqtida uning eng qarshi turgan narsa avval xuddilikda uyurikning meg'izi chechaklash uchun avval o'zining shakliga qarshi turishga uni yerib chiqishga majbur bo'lganga o'xshash o'zimizning jamiyatidagi an'anaga yetishtirib olgan inqilobni rad qilgan odamlar bizning eng dastlab dushman bo'lgan, ammo u odam o'zining dushman bo'lgan bo'lmaydi. Endi bu yerda nurg'un odamlar yoshlar bilan peshqadamlarni o'tirib tarqatab ko'rish mumkin, ammo men bunday qaramayman masalani, chunki yoshlarning ichida peshqadamlardan o'ta past fikr qiladigan, ulardan o'ta peshqadamlashib ketgan yoshlarni ko'rdim. Yosh degan gap uning yeshidagi gap emas, uning ro'yidagi gap bu. Şu 70 yaşlar bo'lishi mumkin veya ki 20 yaşlar qayerlar bo'lishi mumkin. Ro'y qilib ketganda. Bu xuddi Çinsularning vaqtida mana shunaqa xuddalik yoshlar Çinsularga qarshi turayotganda, yoshlar uzun soch qarshi turgandek bir narsa o'ylaymiz. Amaliyotda peshqadamlar ismi chechini kesganlar bo'lgan. Yoshlarning ichida mosh sochni qo'dashni urishganlar bo'lganda, demak bir odamning yoshligi uning yeshi bilan, numeri bilan bo'lmaydi, uning ro'yi bilan bo'ladi. Bu inqilob hisobda bu jasorat masalasida bu yaş bilan bevosita izlanish ro'yi bilan bevosita munosabat olmaydi degan gap yashin. Yana bir jihatni aytgan vaqtda haqiqiy inqilob tunji o'qqa yetishdan xili burunla kishilarning prinsiplari, ko'z qarashlari, hissiyotidagi o'zgarishlar orqali boshlangan bo'ladi. Masalan, noroziliklar orqali, g'o'dirashlar orqali, birga kirib fikr qilishlar orqali, izlanishlar orqali boshlangan bo'ladi inqilob deyiladi. Shu nurg'un odamlar inqilobning birinchi boy yo'q etildi deb bunday tasvirlaydigan adabiy asarlarni ko'ramiz, ammo undan burun bu inqilob boshlanib bo'lgan bo'ladi kishilarning ingida, kishilarning qalbida, harakatlarida. Unda biz o'zimizni qarab baqsaqli har bir Uyg'ur bizning ingimizda, ideyimizda inqilob boshlandimi yo'qmi? Bu yerda eng oxirida Thomas Jeffersonning o'sha rasmga loyiq bir gapini deb qo'yishim to'g'ri ko'rdim. Erkinlik darhi inqilobchilar va zolimlarning qani bilan sug'urilishi kerak. Ya'ni jam demay turib inqilobni ko'playib qilolmaydi. Agar bir millat inqilob qilib jur'at qilolmasa, u holda o'zining qanini sharafli o'lim orqali emas, qirib o'lgandan keyingi jasadi bilan sug'urdi degan gapda. Bugungi asosiy temamiz mushahada tugasin, hamda eng oxirida bir oxirgi so'z sifatida bizning inqilobimiz qanday bo'ladi deb bir so'zni aytib qo'ygim keldi. Bizning inqilobimiz mustaqillikni maqsad qilgan bir sistemlashgan siyosiy yo'llarni bekitish bilan bo'lyapti hozir. Shaxsan bizning partiya mushini qilyapti. Xalqimizni mustaqillikni markaz qilgan holda qo'zg'atish, siyosiy ma'rifni aqartish bosqichiga
barliq tashkilotlar o'rtak kuchsiz bo'ladi deb qarayman. Bu bosqich albatta intayin uzun, chunki bir millatning siyosiy jihatdan gullanish bosqichi undaq tez tamomlanmaydi. Bu mustaqil bo'lgandan keyin boshqa bosqichlar bilan barobar davomlashishi mumkin. Masalan, Turkiyada ko'ryapmiz, hozir qadar Cumhuriyet ideyasi, ilm-fan inqilobi, sanoat inqilobiga ehtiyoj bor Turkiyaning. Endi yana bir jihatdan siyosatning tub kapitali xalq. Buni dimsan ömeyden birisi bugungi dünyada ko'p sonli xalqning ovozi bugungi dunyo e'tirof qilgan siyosatning kapitali va qonuniy asosi. Har qanday bir davlatda ko'p sonli odam tarafidan saylanib chiqqan bir prezident qonuniy prezident deb hisoblanadi. Endi xalqni mustaqillik uchun ovoz berishga, ya'ni ko'p sonli odamni mustaqillik uchun ovoz berishga, demokratik va adolatli shaklda keng ko'lamli bir siyosiy sistema tashkillanishga odatlantirmay turib, bizning kelgusidagi davlatimizga ega chiqa oladigan bir siyosiy markazni barliqqa keltirmay turib, har qanday bir siyosiy qadam bosishga yetkazib olmaydiganligini ko'ryapmiz. Her qanday bir millat bo'lishning oldingi sharti bu millatning siyosiy markazi bo'lishi kerak. Mayli bu qabila bo'lsa, qabilaning qabila boshlig'i bo'lishi kerak. Agar bir qabilaning bir necha qabila boshlig'i bo'lsa, unda bir qabilaga emas, bir necha qabilaga hisob bo'ladi degan gapda. Masalan, Avstraliya bilan Yangi Zelandiya hamma jihatdan o'xshash, hatto Bayqalgan vaqtdan tortib farq qilib ketmaydi. Ammo ular ikki davlat, ya'ni ikki millat. Chunki ular ikki siyosiy markaz va Wellington va Sidneyga o'xshashda. Shunlashqa bir millatning siyosiy markazining bo'lishi millatning siyosiy hayotidagi eng muhim siyosiy bosqichlarning biri. Bu siyosiy boshqaruvni barliqqa keltirish uchun texnik ko'p odam siyosiy ma'rifat orqali ammani qo'zg'atishga bir turkum o'z huquqi uchun kurash qilishni hayotga g'oya qilgan inqilob tashabbuslarini, haqiqiy inqilobchilarni barliqqa keltirishga ehtiyojimiz bor. Boya deganimizdek, agar izlanish ro'yi orqali o'zininki jasoratini tepib olib bo'ladigan ish bo'lsa, biz qarindoshlarimizni endi bu fursat keldi deb o'ylaymiz, izlansa nima ish qilish kerakligini izlansa, biz qiladigan ishni daftarimiz navbatda jasorati bo'lsa. Ham nurg'un qarindoshlarimizni mustaqil inqilobga oid oson bir ishda xuddi bir petition bilan hal qilib olsam, yoki bunday bir ish bilan hal qilib qolsa, yoki bunday hal qilib qolsa deb o'yladik. O'zimiz qatnashmay turib, o'zimiz badal bermay turib, o'zimiz ya bir xaritani o'tirib qo'ymay va yoki mavjud xaritani atrofga kelmay turib, bizning mustaqilligimizni amalga oshirishni tezkor. Bu yer mustaqillik va inqilobimizga munosabatlik va siyosiy bilimlarni, qarindoshlik tuyg'usi, mushtarlangan o'xshash inqilob axloqida demokratik ichki qurimni barpo qiladigan va ko'p sonliqlar o'rtaq qatnashgan mustaqil siyosiy qurimni barliqqa keltirish uchun ma'rif bilan shug'ullanayotmiz. O'zimning yoqi xabarimiz bor bir ishchi bo'lib qoldi, bizning ish bilan davomlashtiryapmiz. Endi mush bosqich tamomlanmas bo'lmaydi, bu bosqich adaq davomlashish bilan birlikda yana boshqa bosqichlarni parallel olib berishga ehtiyojimiz bor. Albatta o'rganish mangulik tema, to'xtab qolmaymiz bundan. Bu bir mangulik inqilob ro'yiga bir siyosiy boshliq, nurg'un odam o'rtaq birlikda inqilob qiladigan, bir-biriga chiqib qiladigan, bir-birini qo'llaydigan, bir-biri bilan qo'l tutisha oladigan bunday bir inqilob sababini barliqqa keltirish uchun biz to'xtovsiz kurash an'anasini barliqqa keltirish uchun biz siyosiy ma'rif bilan shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Qarindoshlarimizni imkon bo'lsa siyosiy ma'rif bilan, siyosiy izlanish bilan inqilob degan nima va bundan keyingi bizning mustaqillik yo'llarimiz ustida to'xtamay izlanish, to'xtamay inqilobiy ruhni o'zimizda joriy qildirishga taklif qilaman. Misha tamom bo'lsa savol javob bosqichi o'tsak. Rahmat. Allah razı olsun. Ağırlıkta fakat bilgim kelmedi. Çünkü nihayeti arka zincirsiman suallarga o'rin qo'yg'usiz darajada bir izlanish bilan mehnat bo'libdi. Alloh ajringizni bersin. Bayatim bir gap diqqat çekildi. Yani eğer inqilab qilmoqchi bo'lgan kishi oxirgi manzilini, ya'ni maqsadini va yoki g'alabasini kafolat qiladigan bir planni to'liq o'ttirib qo'ymay turib, uni boshlashi xato bo'lganligi to'g'risida mazmunlar chiqdi. Bunda Cumhuriyet Partiyasininki mustaqilligimizga yetishga aloqador bo'lgan plan g'oyasining oshkorlash ehtimolligi yoki imkoniyati bo'lgan darajada xalqimizga yana bir qadam eskartma yoki eslatma bergan bo'lsak, Cumhuriyet Partisi qanday usul choralar bilan bu siyosiy o'zgarish ilib borayotgan yoki siyosiy partiyasimon yo'llar bilan, parlamentsimon yo'llar bilan ma'nosh orqali mustaqillik yetaklashdan iborat bu nazariyasini qaysi natijalarga ulashtirdi degan shaklda bir o'zal bir ko'rinish bergan bo'lsak. Men hozir mustaqillik degan temani o'rtoqlashsam o'xshaydi. Bu ayrım bir tema. Ben mustaqillik qanday yetimiz degan temadan to'g'riliq maqsad to'xtaldim. Qisqa bir javob berish to'g'ri keladi bu to'g'riliq. Mustaqillik uchun bir markaziy organ bo'lish kerak. Mustaqillik uchun kurash qiladigan. Chunki bu ojizlik kuchning masalasi bir ojiz bo'lsa bir kuch kerakda. Hozir biz deyishimiz yo'q. Bir millat o'zining mustaqillik inqilobini boshlash uchun buning inqilobga yetakchilik qilgan bir organ bo'lish kerak.
Albatta biz Xitoyning Yapon qarshi inqilobi shunday bir narsani ko'ramiz. 20 necha ming partiyalar bor va bir-biriga qilmaydigan, bir-birining davlat armiyasidan boshqa, davlat armiyasini yetakchilik qabul qilayotgan Xitoy kompartiyasidagi asosiy kuchlardan boshqa yana partiyan xarakterli Yaponlarga qarshi turayotgan nurg'un narsani ko'ramiz. Millat umumyuzlik qarshi turgan haqiqatan. Yerda ularning ahvoli shunday chiqishlar shaklda bo'lsa, bizning amaliy ahvolimiz maskelamdi yoki bizmi Tibetdagi o'xshash bir central administration barliq kelishimiz kerakmi? Biz qaysi davrda yashayapmiz hozir? Biz yashayotgan davrda bizning inqilobimiz qaysi shaklda bo'lishi kerak? Bugun dunyodagi millatlar o'zining siyosiy markazini qanday barliq keltiryapti? Gollandiya o'zining siyosiy markazini qanday barliq keltirdi? O'xshamagan ko'z qarashli odamlar partiyaga qo'shib, partiyalar siyosiy parlament yig'ilib, parlamentda bir-birini tilashib, bir-biriga qarama-qarshi turishib yurib, eng belirtili odam o'tirib chiqib degandekda. Ammo bizda mushta ahvol bo'lib o'tamdi. Masalan, hukumat hukumatlarning ichida shu hukumat qarshi odamlar mavjudmi parlamentda? Qurultaylarning ichida qurultay qarshi odam mavjudmi? Endi hozir mavjud bo'layotgan bir hokimiyatning yurgizayotgan usul chorasidan silishtirib bo'ladida, bizda hozir taqbut tiklanganlik uchun xudo turmush qurmagan bo'ytaq bilan turmush qurayotgan insonning hayotini silishtirgandek bir tuyg'u berib qolgandek turdi-ku. Birlikkanmidi-ku? Tibetdan mustaqil bo'lmadi. Dunyo mustaqillik uchun kurash qilayotgan 10-20 ga yaqin misollarni bilaman. Bundan keyingi qatim yana to'xtalishamiz bu ayrim ko'mida. Mustaqillikning formulasi biz oldin qatim dedik. Bu yerda bir necha formula bir ayrim tema, bir markaziy organ bo'lishi kerak mustaqillik uchun. Bu markaziy organ faqat va faqat parlament shaklida amalga oshadi. Boshqa shaklda amalga oshmaydi bu. Agar qilinayotgan sharkat siyosiyda aqlim kelmaydi degandekda, shuni har kim o'z xili bilan tashkillansa, ondan bu yerda biz oldin qatim Yahudlarning qutulish harakatida, Yahudlarning qutulish yo'lida bu to'g'ri tafsili to'xtaldik, shuni inskirab kirmayli, markaziy organ parlament shaklida amalga oshadi. Misol mustaqillik yo'li, Yahudlarning qutulish yo'li, shu temalarni ko'rib baqsangiz bo'ladi YouTube'da. Endi markaziy organ ko'p sonli siyosiy aktivlarning o'rtaq qatnashishi orqali amalga oshadi. Osonlik bir ayz odamdan bo'lmaydi bu. Bu yerda xalqaro biz foydalanadigan boshqa bir siyosiy mumkinchilik yo'qlar bormi yo'qmi? Ya'ni markaziy organ parlamentman qurilgan bo'lsa, umum saylom orqali barliq keladigan ko'p sonli Uyg'urning qatnashishi orqali unda ko'p sonli aktivlarning o'rtaq qatnashishini barliq keltirgan bu narsani bo'lsak, adolatli aktiv bir siyosiy qurilma. Buni John Stuart bir teoriyani o'tirib qo'ygan, bu to'g'riliqni ayrim tema qilamiz. Endi Alloh olsun mustaqillik uchun biz bir markaziy kuchni barliq keltiramiz deyotganmiz. Bu markaziy kuch uchun fursat topganlik tayyorligimiz buzish uchun bizning markaziy bir organning bo'lishiga loyiq keladigan, u markaziy organni shakllantiradigan tashkilotlar bo'lishi kerak. Bu tashkilotlar dal shu siyosiy partiyalar. Chunki biz texnik ko'p odamning siyosiy partiyaga qatnashishini mayli bizga va yoki bizga qarshi turganlarga va shu orqali siyosiy safni g'o'ldatishni va bu orqali oxiri bizning haqiqiy xalq tarafidan saylangan bir parlamentimizni va markaziy organimizni barliq keltirishni umid qilaman. Mana shu chog'da andin biz qolgan ishlar shundan keyin barliq keladi. Bir millatning markaziy organ barliq kelgandan keyin u millatning Xitoyga qarshi turolmaslik kuch masalasi, undan keyin ojizlik masalasi, undan keyin tilg'ilingan masalalarning biri, tadbir masalasi deganlar. Ammo bizda o'zimizning siyosiy markazini barliq keltirgan musofirni tamomlash bosqichida. Shu hozir biz o'zimizning siyosiy partiyasini tashabbusini qilish bilan birlikda kishilarga siyosiy partiyaning nimaligini va siyosiy partiya bo'lmay turib parlamentsimon bir siyosiy markaziy qurilmani barliq keltirgan bo'lmaydiganligini dunyoning va o'tmishning amaliy masalalarini so'zlayapmiz. Yani undaqda hozir bo'layotgan ish, yani nupus, yani siyosiy iqlim saviyasidagi ilib bo'layotgan bu harakatninki bir ommaviy asosini, ulini yoki salohiyatini barpo qilish bosqichi deyilsa bo'ladi ekanda. Shunday desakmi bo'ldi.